YouTube'dan kuzatuvchilar, salom alaykum. Bugun hozirgi mavzuyimiz ko'kraklarimiz haqida. Bu ko'kragimiz ayollarda tushadigan ko'krak, ya'ni juda ham chiroyli holatda bo'ladi. Asosan ayollar deb adashdim, qizlarga tushadigan ko'kragimiz. Ayollarimizni ko'kragi nimaga osiladi? Ko'kragimizning osilishiga asosiy sabablardan biri bu tug'ruqlik, homiladorlikdan keyin, gormonal o'zgarishlardan keyin ko'kraklar osilib qoladi. Va bu ayollarning samotsenkasi, ya'ni o'ziga bo'lgan ishonchi tushib ketadi, xohlagan joyga yura olmaydi, xohlagan kiyimni kiya olmaydi. Va osilgan ko'krak hajm jihatdan kattaraganda bu og'irlik bo'ladi va yelkalarga og'irlik tushadi, bo'yinda og'irlik tushadi. Bu esa o'z navbatida qo'shimcha kasalliklar olib keladi. Ya'ni qad qomatning tik tuta olmasligi, bo'yinda osteoxondrozning paydo bo'lishi, ko'krak og'irligi hisobidan misol 50, 40, 30 yoshingizda yaxshi yurishingiz mumkin, lekin 70, 80 yoshingizda уже hassaga suyanib qolib, qad qomatingizni tik tuta olmay, bukrilik natijasida pastga egilib qolasiz. Buning asosiy sababi esa ko'kraklarning og'irligi. Yoshligingizda bemalol ko'tarib yura olasiz. Bu ham baribir qaysi yoshda bo'lishingizdan qat'iy nazar og'irdek tuyuladi. Qaysi yoshingizdan bo'lishingizdan qat'iy nazar ko'kragingiz og'irdek tuyuladi. O'zingiz ham bilasiz buni, lekin bu narsani juda ham katta ehtimol bilan yashirib yurasiz. Bu eringizdan, bolalaringizdan, opa-singillaringizdan hammadan yashirib yurasiz. Buning esa asosiy davo usuli bu operatsiya, ya'ni ko'kragingiz kichraytirib, yengillashtiriladi va xuddi qizlarning ko'kragiga o'xshatib qo'yiladi. Qattiqligi ham shunga o'xshash bo'ladi. Bu oson davo natijasini ko'pchilik qo'rqadi va har xil kasalliklarga olib keladi deb o'ylaydi. Bu juda ham katta xato, chunki operatsiya natijasida hech qanaqa kasalliklar keltirib chiqarmaydi. Bu naborot, ya'ni teskarisi, ko'krak operatsiyasi natijasida kelib chiqadigan kasalliklar oldini olinadi. Misol qariganda hassaga suyanib bukri bo'lib yurgandan ko'ra, yoshligingizda ko'kragingizda operatsiya qildirib, yengil bo'lib yurganingiz yaxshi. Xuddi shu muammo qorin ham olib keladi shu muammoni. Bu esa отдельно boshqa videoda aytib o'tilgan, bemalol kirib ko'rishingiz mumkin. Hozir esa faqat ko'kraklar haqida gaplashamiz. Ko'kraklar osilib katta bo'lishidan tashqari ayrimlarda ko'krakning kichikligi ham kuzatiladi. Bu 3 ta tug'adim, 4 ta tug'adim ko'krak shakli o'zgarmaydi. Xuddi erkaklarnikiga o'xshab ko'kraklari juda ham kichkina bo'ladi, gavda esa erkaklarnikiga o'xshab turadi. Aldab lifchik taqib yurish yoki podushka qo'yib yurish, o'zingizni o'zingiz aldagan hisoblanasiz. Baribir yo'q ko'krakni hatto erlar ham yoqtirmaydi. Esingizda tursin. Kichik ko'kraklarni ham to'g'irlashni ilojisi bor. O'zingiz xohlagan darajaga kattatirib, hajm qilsa bo'ladi. Va buni ham ko'pchilik yomon deb o'ylashadi va hozirgi kunda gel, fillerlar yoki body oil degan narsalar bor. O'sha narsalar bilan ko'krakni hajmini kattirish bu juda ham katta xato hisoblanadi. Chunki hozir kosmetologlarni cho'pchagi bor, implantlar ko'kragingizga kirgandan keyin yorilib ketadi degan cho'pchaklarni eshitib qoldim. Bu aytishadimi yo'qmi bilmadim. Prям o'zim videolarda ko'rib qoldim. Bir-ikki videolarda hech qachon mashina bilan bosib o'tib ketsangiz ham, xohlagancha g'ijimlasangiz ham ko'krak implantlari umuman yorilmaydi. Va ko'krak implantlari misol tariqasida ko'kragingiz ichi implantlar sut bezining tagida yoki muskulning tagiga qo'yilganligi hisobida hech qanaqa ko'kragingizga zarar yetkazilmaydi. Bemalol implant qo'ygandan so'ng homilador bo'lish yoki farzand ko'rgandan keyin sut bilan emirish bemalol mumkin. Bunga hech qanaqa qarshi ko'rsatma yo'q. Bu narsadan qo'rqmasangiz ham bo'ladi va bemalol operatsiya qildirib bo'lib, bemalol homilador bo'lib va bemalol tug'ib emizsangiz bo'ladi. Ko'krak implantlarini, ko'krak hajmini kattirish operatsiyasi necha yoshdan keyin qilinadi deb ko'pchilik so'raydi. 17 yoshdan keyin bemalol ko'krak operatsiyasini qilsa bo'ladi. Ya'ni implantlarni qo'yib, ko'krak hajmiga hajm qo'shiladi. Ko'kragingiz xohlagan razmeringizda qilsangiz bo'ladi. Ko'krak kichraytirish operatsiyasi esa tuqqandan so'ng kamida bitta farzandli bo'lgandan so'nggina ko'krak kichraytirish operatsiyasi qilinadi. Ya'ni tug'ma ko'krak katta ayollar yoki qizlarni operatsiyasi, ya'ni ko'krakni kichraytirish operatsiyasi faqatgina turmushga chiqqandan so'ng va bitta farzandli bo'lgandan so'ng taklif, ya'ni rekomendatsiya qilinadi. Aslida esa bemalol 20 yoshdan keyin qilsa bo'ladi ko'krak kichraytirish operatsiyasini. Shunchaki ozgina qolgan shramlari yoki operatsiya o'rni borligi sababli erga tekkandan so'ng qanaqadir muammo bo'lmasligi uchun erga tekkaningizdan keyin bitta farzandli bo'lganingizdan keyin taklif qilinadi bu operatsiya. Bu operatsiya ham xuddi shunday, ko'krak kichraytirilganda ham bemalol tug'ib, bemalol emirsangiz bo'ladi.
va bunga ham hech qanday qarshi ko'rsatma bo'lmaydi. Va qo'shimcha kasalliklarni yana eslatib o'taman, hech qanaqa asorat, hech qanaqa rak yoki qo'rqinchli ko'krak chirib ketishi, tushib ketishi, sut chiqmasligi unaqa holatlar bo'lmaydi. Bu narsadan umuman xavotir olmasangiz bo'ladi. Operatsiyani professional darajada bajariladi va operatsiya 2 soat, 2,5 soat davom etadi maksimum. Implant orqali ko'krak kattaktirish operatsiyasi esa ko'pi bilan 1 soat davom etadi.